Assalomu alaykum barchaga azizlar. Agar siz ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, o'tkazib yuborishga birozgina shoshilmang. Sababi bir ajoyib qiziq mavzu haqida gaplashamiz. Operatsiyadan keyingi ko'zlarni to'lalicha yumilmasligi haqida. Bu o'zi normal holatmi? Men sizlarga ayta olamanki, agarda markirovka etapi to'g'ri bajarilgan bo'lsa, operatsiyadan avval maxsus test, pinch test o'tkazilib, ortiqcha terini belgilab olingan bo'lsa va operatsiyadan keyin ko'zlarni to'lalicha yumilmasa, bu normal holat. Xulosa qilishga shoshilmang. Sababi yuborilgan anesteziya hisobiga va mushaklarning birozgina falajlanishi hisobiga operatsiyadan keyingi jarohatni bekitish uchun mahkam qilib yopishtirib qo'ygan plaster hisobiga ko'zlarimiz 1-3 mm yumilmasligi mumkin. Lekin ikkinchi taraf ham mavjud. Bir kollegamiz video olgan ekanlar, ko'zni to'lalicha yumilmasligi bu vrachebная ошибка deb. Qisman bo'lsa-da ha, gaplarda jon bor va ko'pchilik aynan qovoq operatsiyasi bilan shug'ullanganim uchun shu videoni men direktimga yuborishmoqda. Lekin hali aytganimdek, tangani ikkinchi taraf ham bor. Sanab o'tgan joyimni inobatga olib, birozgina informatsiya bermoqdalar va ko'pchilik shuni hisobiga qo'rqib qolibdi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, reabilitatsiya davrida 2 haftadan 4 haftagacha ko'zlarimiz yorug'i, ya'ni kipriklar orasidagi masofa 1-3 mm yumilmasligi bu normal holat. Agarda uzoq muddat ko'zlar to'lalicha yumilmasa, bu vrachebная ошибка hisoblanadi.